onlayn darslarda nafaqat raqs, ya'ni foydali bilimlarni ham o'rgatamiz. Bizda nutritsiologiya darsi bo'lib o'tdi. Bizga Dilapa o'zlarini bilimlarini ulashtirdilar. Dilapani tanlaganimiz sababi ular nafaqat O'zbekiston, balki AQSh Stanford universitetida o'qib, hozirgi kunda Yaponiyada tahsil oladilar. Yaponiyadagi kollejlarda ham aynan nutritsiologiya darsidan dars berdilar. Va ular bergan bilimlar qanchalik zo'rligini men aniqladim. Chunki ko'pgina sog'lom nutritsiologiya bu asosdan bu dieta emas, bu sog'lom ovqatlanish, ya'ni bizani sifatli yashashimiz uchun organizmimizga kerak bo'lgan foydali, ya'ni energiya beruvchi va energiya oluvchi mahsulotlarni ko'rib chiqdik va u bizga gayet sovg'a qildi. Mana mana shunaqa onlayn darslarimda imkon qadar eng zo'ri, eng sara ekspertlarni taklif qilishga harakat qilaman.